2016-yilda ishlab chiqarilgan Chevrolet Arlonda keldi sotuvimizga. Mokriy asfalt, kraskalari absolyutni top-toza, tetik holatda turgan. Bitta aybi lavoyda treshinasi bor ekan, qolgan joyi top-toza dedi. Kelib tekshirib olasizlar. 4 ta yangi balon qo'yilgan, yumshoq balonlar. Yaqinda qo'yilgan ekan. Mashina полный shumka qilingan. Salon holatlari. Bo'liklari bor, multirul, avtomat korobka, lyuklari ishlab turibdi, video registratorlari bor. Chexolini almashtirib olish kerak. Mashinamiz 87 ming yurgan. Qirilgan, chizilgan joylari yo'q. Tetik turibdi, 7 kishilik. Orqa holatlari. Mashinamiz propan gazda. Kraskasi top-toza Arlonda qidirib yurganlarga bu mashinada bo'lishini $12.100 deyapti. Yana kelishtirib olsalaring bo'ladi.